Assalomu alaykum. Albatta birinchi navbatda Eron jamoasini jahon chempionatiga chiqqani bilan tabriklayman va jahon chempionatiga omad tilayman ularga. O'yin keladigan bo'lsa, albatta qiziqarli o'yin bo'ldi. Yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Ikkala jamoa ham yaxshi o'ynadi deb o'ylayman. Bizda ham yaxshi imkoniyatlar bo'ldi, Eron jamoasida ham yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. Albatta g'alaba qozonishimiz ham mumkin edi, lekin umuman olganda o'yinga qarab xulosa qiladigan bo'lsak, durang ham balkim adolatli bo'ldi. Biz endi keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Rahmat. Va yana qo'shimcha, albatta yigitlarimga ham rahmat aytmoqchiman. Bugun yaxshi harakat qilishdi va albatta muxlislarimizga, stadionga kelgan muxlislarimizga rahmat aytaman va umuman xalqimizga rahmat aytaman, chunki o'yingacha har o'yinda ham, o'yindan oldin ham har doim biz bilan duoda ham, qo'llab-quvvatlaganida ham biz buni juda yaxshi his qilyapmiz. Inshaalloh keyingi o'yinlarda g'alaba qozonib, biz ham jahon chempionatiga chiqish nasib bo'ladi. Endi albatta hozir undan oldin ham aytdim, har bir muxlislarimizga har biriga rahmat aytaman, chunki ular rostdan ham bizga kuch beryapti. Har doim har o'yinda bizni yaxshi qo'llab-quvvatlayapti. Ularga minnatdorchilik bildiraman. Inshaalloh albatta jahon chempionatiga chiqib, albatta jahon chempionatida nasib bo'lsa ishlash niyatidamiz. Albatta rahmat savol uchun, albatta esimda bor. Endi terma jamoaga vaqtinchalik murabbiy bo'lib, Eronga qarshi o'rtoqlik uchrashuviga kelganmiz. O'shanda Eron jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan payti bo'lgan. Murabbiy ham Kerushida esimizda bor. Albatta biz deyarli yoshlar bilan kelganmiz, lekin yaxshi o'yin bo'ldi. 1-0 yutqazdik. Umuman olganda biz uchun ham foydali bo'ldi, o'shanda Eron uchun ham foydali bo'ldi. Albatta solishtirmagan bo'lardim, chunki u terma jamoa ham o'ziga yarasha kuchli edi. Hozirgi terma jamoa ham o'ziga yarasha kuchli, chunki u paytda ham yaxshi futbolchilar bor edi. Hozir ham kimdir haligacha o'ynayapti, kimdir yangilar qo'shilgan. Hozirgi kunda Eron terma jamoadagi eng kuchli futbolchilar yig'ilib jamlangan deb o'ylayman. O'shanda ham shunaqa bo'lgan. Biz ham xuddi shunaqa, biz ham o'sib bormoqdamiz va albatta futbol rivojlanyapti. Bizda ham davlat tarafdan prezidentimiz o'zi ancha futbol rivojlanishi uchun hissalarini qo'shyapti. Rahbariyat bo'lsin, o'sha yoshlar futbolini rivojlantirish uchun katta narsalar qilinyapti. Albatta bu o'zini mevasini beryapti va inshaalloh bundan ham kuchli bo'lamiz, chunki kelajakdagi yoshlar kelayotgan futbolchilar ancha iqtidorli bolalar kelyapti. Kelajakda yana ham kuchli terma jamoa bo'ladi deb bilaman. Endi albatta Eron terma jamoasini o'rganib chiqdik. Undan oldingi o'yinlarimiz ham bor edi. Kamchiliklarni ham, kuchli taraflarini ham o'rganib qarab futbolchilarga kerakli ko'rsatmalar berdik, tayyorgarlik ko'rdik. Albatta ko'rganingizdek, bugun g'alaba uchun o'ynadik va yaqin edik qattiqdir. Nasib narsa, o'shaning uchun albatta bu o'yinda yetakchi 3 ta futbolchimiz yo'qligi o'sha travmada bo'lgani uchun albatta bu ham o'ziga yarasa ne to ta'sir. Ular bo'lganda albatta yana ham kuchliroq bo'lardik. Lekin umuman bu terma jamoa o'ylaymanki, ularda o'rniga o'ynagan futbolchilar ham yaxshi harakat qilib, ularning yo'qligini bildirmasdan kerakli natija uchun harakat qilishdi. Endi albatta men qanchalik bilgimcha Eron chempionati ham yaxshi darajada, chunki men o'zim terma jamoada o'ynaganimizdan ko'p to'qnashib kelardik Eron jamoalari bilan va qanaqa kuchga egaligini bilardik. Va o'ylaymanki chempionat ham shunaqa, chunki ko'p futbolchilar baribir o'ynashyapti va ulardan so'raganimda ular yaxshi taassurotda har bir futbolchi. Shuning uchun o'ylaymanki bu daraja ham yaxshi daraja. Eron chempionati va futbolchilar yaxshi formada sborniga kelishyapti. Bu ham o'sha aniq. Okay, thank you so much. Thank you. Congratulations.